Assalomu alaykum yana bir marta. Menga hozir kim telefon qilgani eshitilaring, shokka tushasizlar. Shahlo dadam siz bilan gaplashibdimikan o'zi? Menga Ikrom og'a boshqa gaplar aytayapti. Men hech qachon ichib urmaganman qizlarimdan. Meni shunaqa xor qilgan bular, haydab chiqarib yuborgan. Men urolog bo'lganman deydi Shahlo Salayevan dadasi. Shirin degan xotini bor ekan. Bechorani sig'dirmasdan chiqarib yuborgan ekan, Qozog'da yig'lab ishlab yuribdi ekan. Qizini yerga tegayotganini dashi bilmas ekan. Shahlo dadang svязga chiqdi. Ovoz xabarlarini yozib oldim. Если чтобы по факту gaplashasizlar qizlar, men ham fakt tursin. Nimaga dadangni aldiysan? Erga tekkani yo'q deb turib, necha oydan beri, necha yildan beri endi gaplashibsan. Bechorani hech qachon seni kelinlaringni sikaman deb yugurmagan ekan ezingdan. Seni erga tegayotganingni dashi bilmaydi. Telefon qilib o'zingdan o'zing telefon qilib basharasiga o'chirib qo'yibsan. Duo qilaring meni deb turib, rahmat deb turib, shuni o'chirib yuboribdi telefonni Ikrom bechorani. Qozog'da yuribdi ekan bechora ota, O'zbekistonga uyga kira olmasdan. Tavba, dadasini o'z svязga chiqibdi qizlar. Ovozni eshitding-a? Hammasini yozib oldim. Prosta xamir uchidan patirda qo'yib qo'yay. Sendan rozi emas ekan, seni oq qildim dedi. Qizimni oq qilganman men. Qizim menga kerak emas dedi. Ikrom, Ilhom tog'ang bor ekan, ular sen bilan gaplashmas ekan. Xolangni qiziga uylangan ekan Ilhom tog'ang. Ajrashib ketgan ekan hozir. Urolog bo'lgan ekan dadang, vishabrazovanный. Seni oq qilganman. Menga unaqa qizni keragi yo'q deb dadang yig'ladi menga. Rosa hamma narsani aytib. Endi oila sirlarini olib chiqmay, o'lganing yaxshi o'zingda. Mana yaxshi qiz. Sizlar Shahloni yaxshi degan. Mana ko'rib qo'y.